Qo'qon universiteti Andijon filialida juda ham o'zgarishlar ko'p. Lekin faqat bitta narsa 3-yil уже o'zgarmas ekanda. Misol tariqasida aytamiz, eski shaharda joylashgan Qo'qon universiteti Andijon filialining yangi o'quv binosi, ya'ni O'zbekiston savdo markazining ro'parasida joylashgan ekan. Yana bir o'zgarish, mana talabalarimizga bepul xizmat ko'rsatayotgan avtobuslarimiz masalan 5 taga yetdi. Bundan tashqari grantlarning soni va ularning turlari oshib bormoqda. Bepul til kurslari-chi? Bepul hunarmandlar maktabi ham bor. Bepul hamshiralik kursi-chi? Undan tashqari bepul barcha kurslarimiz viloyatimiz bo'yicha maktab bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun ham bepulligichi? Hamma uchun bepul tashkil qilingan. Mana shuncha o'zgarishlar bor, lekin bitta narsa umuman mana 3-yil уже o'zgarmayapti. Bu ham bo'lsa bizda kontrakt summalari, ya'ni o'qish shartnomalari o'zgarmas ekan. Do'stlar, tabriklaymiz. Qo'qon universiteti Andijon filialida endi 2025-2026 o'quv yilida ham kontrakt narxlari umuman o'zgarmaydi. Muborak bo'lsin.